Maxraj va sifatlar darslar to'plamining ikkinchi qismiga xush kelibsiz. Ushbu to'plamning birinchi qismida biz arab harflarining barcha maxrajlarini, ya'ni har bir harfning aniq chiqish nuqtalarini o'rgandik. Endi esa sifatlarni o'rganish vaqti keldi. Sifatlar lug'atda xususiyatlar yoki belgilar degan ma'nolarni anglatadi. Ammo tajvid va talaffuz jihatidan bu nima degani? Xo'sh, sifatlar harfni o'z maxrajidan qanday usulda talaffuz qilishingizga ishora qiladi. Ya'ni, bu qanday bajariladi? Ular muayyan xususiyatlar to'plami bo'lib, agar ular to'g'ri bajarilmasa, boshqa bir harf hosil bo'ladi va bu yaqqol xatolarga olib keladi. Har bir harf bir nechta sifatlarga ega, ya'ni bitta harfda bir nechta sifat mavjud. Aynan shu jihat har bir tovushni o'ziga xosligini bildiradi. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Qanday qilib aynan bir xil maxrajdan chiquvchi ikki harf turlicha eshitiladi? Buning sababi har bir harfning o'ziga xos sifati, ya'ni talaffuzdagi xususiyati bor. Shu xususiyatlar sababli ular turlicha yangraydi. Bunga shunday misol bilan qarash mumkin. Har bir insonning o'ziga xos belgilari bo'ladi. Masalan, bo'yi baland, oq tanli, sochi qora, ko'zi jigarrang, ovozi baland va hokazo. Ana shu belgilar uni boshqalardan ajratib turadi. Agar shu belgilardan bir yoki bir nechtasi o'zgartirilsa, bu insonni tanib bo'lmaydigan darajada o'zgartirib yuboradi. Xuddi shunday, har bir harfni uni boshqa harfdan ajratib turuvchi sifatlari bor. Agar bu sifatlardan biri yoki bir nechtasi o'zgarsa, harf avvalgidek yangramaydi va ba'zi hollarda boshqa harfga aylanib ham qoladi. Shuning uchun sifatlarni o'rganish juda muhim. Shunday qilib, ushbu to'plamning qolgan qismi to'liqligicha harflarning sifatlariga, ularni qanday qo'llanilishiga bag'ishlangan. Bu yerda eng muhim jihat qaysi harflar qaysi sifatlarga tegishli ekanini tushunishga qaratilgan. Keling, sodda qilib tushuntiramiz. Avvalo, harflarning sifatlari, ya'ni tovush xususiyatlari ikki guruhga bo'linadi. Birinchi guruh bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan sifatlar. Ikkinchi guruh qarama-qarshisi yo'q bo'lgan sifatlar. Birinchi guruhda 4 ta juftlik bor, ya'ni jami 8 ta sifat. Ikkinchi guruhda ham 8 ta sifat bor. Qisqacha aytganda, birinchi guruh qarama-qarshi sifatlar 4 juft, 8 ta sifat. Ikkinchi guruh qarama-qarshisi yo'q bo'lgan sifatlar ham 8 ta. Ushbu darsda biz birinchi guruh qarama-qarshi xususiyatga ega bo'lgan sifatlarni o'rganishni boshlaymiz. Bu nimani anglatadi? Bu sifatlar juft-juft bo'lib keladi degani. Ya'ni har bir sifatning unga teskari bo'lgan boshqa bir sifati bor. Shuning uchun biz ularni ikkitadan biriga o'rganamiz. Bular hams va jahr, shiddah va raxova, isti'la va istifal, itubaq va infitah. Biz atayin o'zbekchaga tarjima qilmasdan ularning arabcha nomlarini ishlatyapmiz. Chunki ba'zilarini o'zbek tilida aniq ifodalash mumkin, ammo boshqalarini birgina so'z bilan tushuntirib bo'lmaydi. Shuning uchun biz arabcha nomdan foydalanamiz. Ikkinchidan va eng muhimi, qarama-qarshi sifatlar degani bir-biriga zid bo'lgan ikki holatdan faqat bittasi bo'lishi mumkin degani. Oddiy qilib aytganda, har bir harf har bir juft sifatdan faqat bittasini oladi. Masalan, harf yo hams yo jahr bo'ladi. Ikkalasi bir vaqtda bo'la olmaydi. Demak, har bir harf har bir qarama-qarshi juftlikdan bittadan sifat oladi. Shuning uchun harf kamida 4 ta ziddi bor asosiy sifatga ega bo'ladi. Bir harf bir vaqtning o'zida bir-biriga zid ikki sifatni olishi mumkin emas. Bu imkonsiz ham. Shu sababli bu sifatlar juft deyiladi va har bir harf har bir juftdan faqat bittasini tanlaydi. Endi birinchi juftlik bilan boshlaymiz. Xo'sh, ularning har biri nima degani? Hams. Hams lug'aviy ma'noda pichirlash degani. Tajvidda esa bu jarangsiz tovushni bildiradi. Jarangsiz tovushda harfni talaffuz qilayotganda ovoz paychalari tebranmaydi. Shuning uchun bunday harflar hurufun mahmusa, ya'ni hams sifatiga ega harflar deb ataladi. Mahmusa hams sifati bilan sifatlangan degani. Bu qanday sodir bo'ladi? Tomoq ichida ovoz paychalari joylashgan. Agar ular ochiq tursa, bir-biriga tegmaydi va tebranmaydi. Natijada ovoz hosil bo'lmaydi. Bunda faqat havo oqimi chiqadi. Tovush biroz pichirlashga o'xshab eshitiladi. Shuning uchun
Hams sifatli harflarni aytganda havo bemalol chiqadi. Lekin ovoz paychalari ishlamaydi. Hams nimani anglatadi? Agar biror harfda hams sifati bor desak, bu shuni anglatadi. Harfni aytganda ovoz paychalari tebranmaydi. Tovush chiqayotganda havo erkin chiqadi. Harf oxirida kichik nafas seziladi. Ya'ni hams bu jarangsizlik va havoning chiqishi demakdir. Hams sifati 10 ta harfga tegishli. Ular quyidagi iborada jamlangan. Fahassahu shakhsun sakat. Endi hamsni qanday tekshiramiz? Agar men biror harfni to'g'ri hams bilan aytayotganimni bilmoqchi bo'lsam, ikki narsaga e'tibor beraman. Masalan, fa, af deganda ovoz paychalari tebranmayapti. Qo'lingizni tomog'ingizga qo'ying. Agar tomoqda tebranish bo'lmasa, demak bu hams. Qo'lingizni og'zingiz oldiga tuting. Havo chiqayotganini his qilyapsizmi? Yana misol uchun, sin, as deganda ham xuddi shunday. Yoki kaf, ak, ak deb aytganda ham harf bilan birga kichik havo oqimi chiqadi. Ana shu kichik nafas hamsning belgisi. Ta harfida ham xuddi shu holat kuzatiladi. Ta, at, at. Bu holat 10 ta harfning barchasida bor. Demak, hams bu jarangsiz talaffuz. Ovoz paychalari tebranmaydi. Harf bilan birga kichik nafas chiqadi. Ya'ni harfni aytganda u ovoz bilan emas, havo bilan yakunlanadi. Endi navbat jahr sifatiga. Xo'sh, jahr haqida nima deyish mumkin? Jahr bu jarangli tovush degani. Agar biror harf jahr sifatiga ega bo'lsa, bu shuni anglatadi. Harfni aytayotganda ovoz paychalari tebranadi. Ovoz paychalari tebranish uchun ular bir-biriga yaqinlashadi va biroz yopiladi. Natijada aniq ovoz hosil bo'ladi. Hams bilan farqi nimada? Eslang, hamsda ovoz paychalari ochiq bo'lib, tebranmaydi. Havo ko'proq chiqadi degan edik. Jahrda esa ovoz paychalari bir-biriga yaqin bo'lib, tebranadi. Havo kamroq chiqadi. Demak, jahr hamsning teskarisi ekan. Nega havo kamroq chiqadi? Jahr harflarida ovoz paychalari yopiqroq bo'ladi. Shuning uchun havo erkin chiqmaydi. Ichkaridan kelayotgan havo ovoz paychalarini tebratadi. Natijada tovush jarangli bo'ladi. Lekin havo kam chiqadi degani havo umuman chiqmaydi degani emas. Havo chiqadi, faqat hams harflariga qaraganda kamroq bo'ladi. Jahr harflari nechta? Hams 10 ta harf edi. Qolgan barcha harflar, ya'ni 19 ta harf jahr hisoblanadi. Ya'ni bir harf yo hams bo'ladi, yo jahr bo'ladi. Bu ikki sifat bir harfda bir paytda jam bo'lmaydi. Xo'sh, jahrni qanday tekshiramiz? Masalan, quyidagilarni talaffuz qilayotganda qo'lingizni tomog'ingizga qo'ying. Al, al. Siz ovoz paychalarining tebranishini his qilishingiz kerak. Bu esa ushbu harf jarangli ekanini tasdiqlaydi. Shuni ham bilish muhimki, havo oqimi kamroq bo'ladi deganimiz, havo oqimi umuman yo'q degani emas. Albatta, ma'lum bir miqdorda nafas chiqishini his qilasiz, lekin hamsdagi kabi kuchli sezilmaydi. Demak, jahr bu jarangli talaffuz bo'lib, ovoz paychalari tebranadi. Havo kamroq chiqadi. Ya'ni harf aytilganda u ovoz bilan kuchliroq eshitilar ekan. Xulosa qilib aytganda, harflarning talaffuz xususiyatlari, ya'ni sifatlari ikki turga bo'linadi. Qarama-qarshi juft sifatlar, bular 4 ta juftlik. Qarama-qarshisi bo'lmagan sifatlar, bular 8 ta. Birinchi turga tegishli birinchi juftlik bu hams va uning ziddi bo'lgan jahr. Hams harflari jarangsiz harflar. Bunda ovoz paychalari tebranmaydi. Havo ko'proq chiqadi. Bu sifat 10 ta harfga tegishli. Ular quyidagi jumlada jamlangan. Fahassahu shakhsun sakat. Jahr harflari esa bu jarangli harflar. Ovoz paychalari tebranadi. Havo kamroq chiqadi. Hamsdagi 10 ta harfdan boshqa qolgan 19 ta harfning barchasi jahr hisoblanadi. Eng muhim qoida: har bir harf yo hams yo jahr bo'ladi. Ikkalasi bir harfda birga bo'lmaydi. Tomosha qilganingiz uchun rahmat.
Agar Qur'oni Karimni arab tilida to'g'ri o'qishni va tushunishni boshlamoqchi bo'lsangiz, sayohatingizni aynan shu yerdan boshlang. Keyingi darsda ko'rishguncha